Alo, Nigor. Chiqyapsanmi? Seni kutib o'tiribman. Nimaga keldingiz? Men senga nima degandim? Hech qanaqa o'tirish yo'q deganmidim? Nimaga kelib olding? Bilal aka, ishxonamdagilarning hammasi shu yerda. Men ham ketishim kerak-ku. Hozirroq ketamiz. Tushundingmi? Yarim soatdan keyin chiqaman dedim. Namuncha erta keldingiz? Yur ketdik. Yo'q, hozir men ketmayman. Ishxonamdagilarning hammasi o'tiribdi. Bitta men ketib qolmayman-ku, g'alati-ku. Sen ketsang ziyofat to'xtab qolmaydi. Yur ketamiz. Qo'yib yuboring, ketmayman. Ketmayman dedimmi, ketmayman. Hozir hammaning yonida meni sharmanda qilmoqchimisiz? Hali sen sharmanda bo'lib qoldingmi? Nigor, chegaradan chiqib ketyapsan. Uyga borganda boshqacha gaplashamiz. Oxirgi marta so'rayapman. Ketdikmi? Yo'q, ketmayman. Unda uyga ham borma. Ko'zimga ham ko'rinma. Qachongacha mana shunaqa yashayman men? Durdona, Ha? tezlashinglar. Bo'ldi, Namicha mana. qolib ketding? Xo'p, Men ishga kech qolyapman. bo'ldi. Hozir mana. Ola qol qizim. Bora qol. Ehtiyot bo'l. Qani qizim, ehtiyot bo'l. Ber qo'lingni. Aha. Qaytgancha. Ha? Men bugun ishdan kechroq qaytaman. Ishlarim ko'p. Shirinni o'zing bog'chadan olarsan. Xo'p, o'zim olaman. Menga pul kerak edi. Nimaga? Shu tirnoqlarimni manikyur pedikyur qildirishim kerak. Salonga borib sochimga qarashim kerak. Durdona, hozir shu shartmi? Ortiqcha xarajat nimaga kerak? Keyin menga tirnoqlaringni uzun qilib yurishing yoqmaydi. Ishga kechikyapman. Xo'p. Yur qizim, ketdik. Xayr qizim. Xayr oja. Yaxshi borib kelinglar. Xayr qizim. Xayr. Qani endi bog'chaga ketamiz. Qani yur. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nigora, yaxshimisiz? Rahmat. Biznikiga kelayotganmidingiz? Ha, dugonam oldiga. Voy, qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshiman. Bunisidan. Katta qiz bo'lib ketibsan-ku. Haligi Durdona uydamidi? Ha, Durdona uyda. Ha, Siz bemalol kiravering. mayli. Men biroz ishga shoshayotgandim. Yaxshi boring. Bo'pti. Mayli. Ketamiz. Dugonamga bir ham havasim keladi. Eri kelishgan, boyvachcha. Durdona? Durdona? Voy. Qalaysan, yaxshimisan? Tuzukmisan? Kelganing juda ham yaxshi bo'ldi. Uyda bir o'zim zerikib O'zing o'tirdim. yaxshimisan? Yaxshi. Yur ichkariga. Seni ko'rganimdan juda ham xursand bo'ldim. Yaxshi keldingmi? Kira qol. Kela qovurta. Yaxshi keldingmi? Ha, rahmat. O'zing yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Hozir sen o'tirib tur, men choyponga qalay. Yo'q, kerak emas. O'tir. Senga dardimni aytishga keldim. Tinchlikmi? Qanaqa dard? Xullas, ajrashdim. Nima? To'g'risi, shunaqa siqilib ketdim. Nega ajrashasan?
bunaqa yashashdan charchab ketdim. Erim shunaqa rashkchi, qizg'onchiq. Uydan ko'chaga chiqarmaydilar. Shunga yarasha ko'proq pul topsa ham mayli ekan. Hammasi jonimga tegib ketdi. Lekin biroz sabr qilmabsan-da. Shartda ajrashib yordingmi? Ariza yozib keldim. Xullas, Durdon, menga yordaming kerak. O'zi yoningga shu masalada keluvdim. Qanaqa yordam ekan? Ish qidiryapman. Pulsizlikdan qiynalib ketdim. Shunga Fayoz akani firmalarida ish bormikan? Meni joylashtirib qo'ysinlar. Bilasan-u, Fayoz akam rostgo'y odam. Ular bunaqa tanish-bilishchilik qilmaydilar. Darrov o'zingni olmagin. Ahvolimni ko'rib turibsan-ku, og'ir. Axir eng yaqin dugonam bo'lsang, yaxshi ish topib ishlamasam bo'lmaydi. Hali erimga ham ko'rsatib qo'yishim kerak. Nimani ko'rsatib qo'ymoqchisan? O'zimni aravamni o'zim torta olishimmi? Charchab ketdim hammasidan. Durdon, yo'q demagin. Eringga aytib ko'r, gaplashib ko'r. Xo'p, aytib ko'raman. Rahmat o'rtoqjon. Yo'q, sen lekin ishga oladilar deb o'ylama. Men va'da bera olmayman. Gaplashib ko'raman. Endi sen meni vaziyatimni tushuntirgan, qiynalib qopti, hozir ishi yo'q ekan, puli ham qolmabdi deb aytgin. Yaxshilab o'zing ko'ndirib ber. Xo'p, Rahmat. sen o'tirib tur. Choyga qari. Ovora bo'lma yana. Yo'q, ovorasi yo'q. Hozir. Xo'p. Ruslan! Ruslan! Chaqirdingizmi aka? Bular nima? Ish so'rab kelishgandi. Shu nomzodlarning hujjati. Hozir bo'sh vakantning o'zi yo'q. Kim ish so'rab kelsa, ish yo'q. Ishga qabul qilmaymiz devor deganmidim. Nimaga hujjatlarni olib qolasan? Direktor bilan uchrashibdi. Hujjatlar bilan tanishing deganlari uchun olib keluvdim. Direktorga o'zim aytaman. Yo'qot bularni. Xo'p. Ish so'rab kelganlarga chalg'imasdan-chi, topshiriqlaringni bajargin. Shundoq ham oxirgi paytlar dangasalik qilib yuribsan. Yo'q, hamma ishimni qilyapman-ku. Ruslan, bor ishingni qil. Aytib qo'yay, kim ish so'rab kelsa qaytarib yubor. Tushundingmi? Xo'p. Ish boshlamasdan kayfiyatimni buzadi. To'xta. Ko'rib ko'rmaganlikka olib ketmoqchimisan? Gaplashib olishimiz kerak. Nimani gaplashamiz? Sizga gap tushuntirib bo'lmaydi-yu. Qaysarligingni yig'ishtir. Uyga qayt. Qaytmayman. Men ajrashish uchun ariza berib bo'ldim. Tushunmadim. Kimingga ishonyapsan? Darrov ariza yozibsan? Siz ishingiz bo'lmasin. To'xta. Sababini aytasan. Gapir. Nimaga ariza yozding? Sababi siz bilan yashagim kelmayapti. O'zim uchun yashamoqchiman.
Hammasidan charchab ketdim. Nigora, noshukur bo'lma. Nima yetmayapti senga? Erkinlik yetmayapti, bo'ldimi? Siz bilan yashab siqilib tamom bo'ldim. Ortiqcha shubhalaringiz, izimdan poylashlaringiz, uyga qamab qo'yishlaringiz jonimga tegib ketdi hammasi. Seni yomonlardan asraganim aybimmi? O'zingiz oqlamang. Nigora, oilamizni asraylik. Ortiqcha gap so'zlar kerak emas. Uyga qayt, oxirgi marta aytyapman. Qaytmayman. Ko'p gapirma, o'tir mashinaga. O'tirmayman. Men oxirgi gapimni aytib bo'ldim. Meni tinch qo'ying. Boshqa yo'limdan chiqmang. Xayr. Keyin afsuslanasan. Keyin kech bo'ladi. Fayoz aka, gapimni eshitdingizmi? Eshitdim. Shunga nima deysiz? Durdona. Telegramdan hujjatlar jo'natishgandi. Shuni tekshiryapman. Shu dugonamga yordam bera qoling. Fayoz aka, Nigora meni yaqin dugonam, sirdoshim, bilasiz-ku. Keling, yordam bera qoling. Durdona. Firmaga hozir ishga odam olmayapmiz. Boshqa joydan ish izlasin. Qayerdan izlaydi? O'zingiz bilasiz, hozir sizga yaxshi ish topish oson ekanmi? Tushunaman. Lekin sen uni kafilligini olmagansan. Yo, albatta ish topib beraman dedingmi? Yo'q. Dugonamni qiynalayotganini ko'rib achindim. Men yo'q dedim. Direktor baribir qabul qilmaydi. Fayoz aka, men bilaman. O'sha boshlig'ingizchi baribir siz aytganingizni qiladi. Chunki siz bilan doim maslahatlashadi-ku. Iltimos, yo'q demang. Durdona. Nigora bilan bolaligimizdan birga katta bo'lganmiz. Bog'chaga ham, maktabga ham birga borganmiz. Uni boshiga shunaqa tashvish tushib turganda, men indamay qarab turib yordam qo'lini ham cho'zmaymanmi? Qanaqa dugona bo'laman? Iltimos, xo'p deya qoling. Shu har qanaqa odamni ko'ndirasan sen. Ko'ndirmaguningcha so'raverasan. Shunda rozisiz-a? Mayli. Faqat gaplashib ko'raman. Rahmat sizga. Hozir men ovqatimga qarang, suzaman, xo'p? Kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nigoraxon, keling, o'tiring. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat. Kecha dugonamni oldiga ish bo'yicha Xabarim bor. To'g'risini aytganda, o'zi ishga bo'sh vakant yo'q edi. Men direktor bilan gaplashdim. Yo'q demadilar. Voy, rostdanmi? Rahmat sizga. Ha, faqat ishonchimni oqlasangiz bo'ldi. Fayoz aka, sizni uyaltirib qo'ymayman. Menga ishonsangiz bo'ladi. Ishonaman. Biram kelishgan erkakda. Omading keldi, Nigora. Xullas, hujjatlaringizni tayyorlab, ertadan ishga boshlasangiz bo'ladi. Kattakon rahmat. Bu yaxshiligingizni hech qachon unutmayman. Yaxshi. Unda sizni yordamchim bilan tanishtiraman. Sizga ish joyingizni, ya'ni xonangizni ko'rsatadi. Mayli. Qani yuring.
oyijon so'kichaman. Hozir qizim. Voy, Oyi, sizga nima bo'ldi? ha yaxshiman qizim, yaxshi. Dadamni chaqiramizmi? Yo'q. Dadang ishdalar-ku qizim. Bezovta qilmaylik. Bor, xonangga borib tur. O'zim hozir so'kina boraman, xo'p? Xo'p. Nigora, to'xtang. Fayoz aka hech nima demadilarmi? Yo'q. Nimadir deyishlar kerakmidi? Sizga qanaqadir topshiriqlar bor ekan. Qiziq, o'zi yaqindagina ishga hech kim olmaymiz degdilar. Bo'sh vakant yo'q edi. Kim kelsa ham ish yo'q deb qaytarib o'tdik. Nega aynan sizni ishga qabul qildi? Hayronman. Chunki men yaxshi mutaxassisman, o'shaning uchun. Yo'q, buni endi ko'ramiz-da. Ishlab natijasini ko'rsatasiz. Tushunmadim. Nimaga piching qilib gapiryapsiz? Piching qilayotganim yo'q. Shunchaki direktor o'rinbosariga rosa mehribonsiz. Kuniga necha marta bo'lsa ham bahona topib xonasiga kiryapsiz. Shunga Menga qarang. Sizchi bilib ishingizni qiling, xo'p? Men ishlarimga aralashmang. Keyin Fayoz akaning yonlariga men ish bo'yicha kiryapman. Shaxsiy masalada kirayotganim yo'q. Tushundingizmi? Ha, o'zi siz o'rningizni bilganingiz yaxshi. Yana shuni ham yo'qotib qo'ymang, yigitcha. ko'ramiz hali. Nigora. Nega telefoningni olmaysan? Necha marta telefon qildim? Nimaga bu yerga keldingiz? Qayerdan topdingiz yana meni? Topdim. Ajrashishga ariza beribsan?
Men yurist yolladim. Uni aytishicha, mashina o'rtada musodara qilinar ekan. Seni mashinada umuman haqqing yo'q. Shuni aytib qo'ymoqchi edim. E'tiboringiz uchun nikoh davrida olingan mol-mulk er-xotinning o'rtasida bir xil tegishli bo'ladi. Demak, u mashinadan meni ham haqqim bor, tushundingizmi? Nima? Haqqim bor? Men uni o'zim ishlab sotib olganman. Sen bir sim ham qo'shmagansan. Men rasmiy nikohdagi xotiningizman. Demak, siz nomingizdagi bu mashinada meni ham haqqim bor. Nigor, Qo'yib yuboring. o'zichi sen shuning uchun ajrashmoqchisan. Qo'yib yuboring qo'lim. Senga aslida faqat pul, boylik kerak. Molparas. Menga hech narsa kerak emas deb yozib berasan. Qo'yib yuboring. Nimaga yozib berar ekanman? Yozmayman hech nimani. Yozmayman, qo'yib yuboring qo'limni. Menga ulushimni berasiz, tushundingizmi? Ey, qanaqa ulush? Chegaradan chiqma. Hozir bir narsa qilib qo'yaman. Og'riyapti, qo'yib yuboring qo'limni. Yozmayman hech nimani. Yozib berasan dedim. Pullarimni ham, o'sha mashinani ham menga berasiz, tushundingizmi? Hech qanaqa mashina yo'q senga. Voy, ol qo'lingni. Ey, tushunmadim. Sen kimsan? Fayoz aka, o'zingiz bosing. Sen o'zing kimsan? Ha, tushunarli. Hali shuning uchun ajrashaman degan? Iflos. Nigora, tushunmadim, kim bu? Nima bo'lyapti o'zi? Fayoz aka. Haligi meni turmushim baxtsiz bo'ldi. Kelishib yasholmadik. Sizni urarmidi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Gohida urgandan ham battar qilardi. Rashk qilaverardi, ko'chaga chiqarmasdi. Har bitta qilgan ishimdan ayb topardi. To'g'risi, juda ham qiynalib ketdim. Bunaqa odam bilan yashash qiyin. Shunda ham men sabr qildim. Uyimda ham ota-onam yo'q. Ikkita akam, kenaylarim meni chiqishtirmaydi. To'g'risi qancha vaqt ish izladim. Qiynalib, noilojlikdan Durdonaning yoniga bordim. Mana, ishga ham joylashib oldingiz. Endi bemalol ishlayverasiz. Lekin unga ishxonani manzilini berib bekor qilibsiz. Yo'q. Men bermadim. Bilmayman, qayerdandir topib kelibdi. Uzr so'rayman. Haligi sizni ham yoningizda xunuk ish bo'ldi. Uzr so'rashingiz keragi yo'q. Siz ataylab qilmadingiz-ku. Bo'ldi. Ko'z yoshingizni arting. Nima yordam kerak bo'lsa, mana men tayyorman. Xo'pmi? Rahmat. Ha, uyingizga olib borib qo'yaman. Yo'q, men o'zim yetib olaman. Ovora bo'lmang. Taksi chaqiraman. Ovorasi yo'q. Ketdik. Rahmat. Endi menga mehribonroq bo'lib qoldilar. Ber. O'zim kiyaman. Fayoz aka, Xo'p. qizimizga taksi gaplashibsiz-ku? Uni bog'chaga o'zingiz olib borganingiz yaxshi edi. Men begona haydovchiga ishonmayman. Meni har kuni vaqtim bo'lmayapti, tushun. Ishlarim ko'p. Ulgurmayapman. O'zi sizni ishingiz qachon kamayadi? Qizimizni bog'chaga shunda tashlab qo'yish qiyin ish emas-ku? Hech kim qiyin deyayotgani yo'q. Sen qayoqdan bilasan?
Yo'llar tirband, bog'chasi uzoq. Uni tashlab ofisga borgunimcha 1,5 soat vaqtim ketadi. Uning uchun men ertalab sahar 7 da ketishim kerak. O'z qizingizdan vaqt qizg'anmang. Tushunmadim. Bu nima deganing? Men senga hozir tushuntirdim-ku. Ishim ko'p. Xo'p, tushundim. Meni sal boshim aylanib og'riyapti. Holsizmi? Shunga doktorga ko'rsatib kelasizmi? Demoqchi edim. Xo'p, uyda pul bor-ku. Olganda bemalol boraver. Taksi bor-ku. Shoshmang. Sizni demay menga ham vaqtingiz yo'qmi? Shunaqami? Durdona, nima balo bugun chap tarafing bilan uyg'ondingmi? Men emas. Siz chap tomoningiz bilan turibsiz. Ertalabdan asabimni buzma, Durdona. Erim menga vaqt ajratmay qo'ydilar. Oilasiga umuman vaqt ajratmayaptilar. Yoki o'zim oshirib yubordimmikin, ha? Aniq, o'zim oshirib yubordim. Bugun shu doktorga o'zim borib kelsam hech narsa qilmas. Bekorga ertalabdan kayfiyatlarini buzib, noto'g'ri ish qildim. Ha, mayli, kelsalar, uzrimni so'rab qo'yaman. Nigora, Assalomu alaykum. bu yerda nima qilyapsiz? Men haligi... Nimaga beruxsat kirdingiz? Kim ruxsat berdi? Yo'q, hech kim ruxsat bermadi. Men... Tushunmadim. Mashinamda uyingizga olib borib qo'yganimga endi xonasiga bemalol kiraveraman deb o'yladingizmi? Bu beodoblik emasmi? Uzr, siz haligi ishga kelmagan ekansiz. Men o'zim... Ishga kelmagan bo'lsam, xonamga nimaga kirdingiz? Fayoz aka, bunchalik jahl qilmang, iltimos. Jahl qilaman-da. Beruxsat kirganingizga asabim buzildi. Nigora, chegarani buzmang. Men hech qanaqa chegarani buzganim yo'q. Mana buzib turibsiz-ku. Bundan keyin bu holat qaytarilmasin. Tushundingizmi? Axir men... Chiqing xonadan. Boring ishingizni qiling. Xafa bo'ladi-ya. Rahmat, Fayoz aka. Obbo. Jin ursin. Nigora! Nigoraxon? Nigora tepaga chiqib ketdimi? Ha. Mayli, yaxshi. Tavba. Nima bo'la sevishganligiga o'xshab yugurib yurishibdi? Alo. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom qizim, yaxshimisan? Ha, rahmat, yaxshi. Oyi, meni sizga zo'r yangiligim bor. Voy,
Qanaqa yangilik qizim? Oyi, men yana bir marta ona bo'larkanman. Siz esa bu bolasiz. O'zim o'rgilay qizim, tabriklayman. Eson-omon qutulib olgin. Rahmat, oyijon. Aytganingiz kelsin. Shunday xursand qilding, kuyovimga aytdingmi? Yo'q, hali aytganim yo'q. Hozir o'zi tekshiruvlardan chiqdim. Ertalab ozgina tortishib qolgandik kuyovingiz bilan. Ha, bunaqa qilmada qizim. Endi o'zingni asra. Fayozjonga tezroq bu yangilikni ayt. Xo'p, oyi, xo'p. O'zingiz yaxshimisiz? Qachon biznikiga kelasiz? Boraman qizim, tez orada boraman. Xo'p, kutaman oyijon. Mayli qizim. O'zingiz ehtiyot qiling. Bo'pti. Yo'q. Yaxshisi telefonda emas, yonlarga borib aytaman. Nigora, uzr. Men qizishib ketibman. Aslida xonamga nima uchun kirganingizni bilmabman. Ayb o'zimda. Baribir beruxsat kirishim kerak emas edi. Men faqat sizni kayfiyatingiz ko'tarilsin deb, kutilmagan sovg'a bo'lsin deb shunday qilgandim. Menga yaxshilik qilganingizni shu yo'l bilan qaytarmoqchi bo'lgandim. Shirinlikni o'zim pishirdim. Lekin bunaqa bo'ladi deb Menga qarang, Nigora. Men oldingizda butunlay aybdorman. Aybimni tan olaman. Men o'ylab qadam tashlabsiz. To'g'risi, tushunmabman-da. Ertalab o'zi uyda sal asabbuzarlik bo'lgan edi. Shunga jahlim chiqib ketdi. O'zimni tutib tura olmadim. hech qisi yo'q. Kimnidir dilini og'ritish bu yomon holat. Sizni dilingizni men og'ritdim. Kechiring. Yuring xonamga. Shirinlikni yoniga qahva damlab bermaysizmi? Shakarni ko'proq solib. Xo'p, Ketdik. Qani? Ruslan. Men xonamda bo'laman. Hech kim bezovta qilmay tursin. Xo'p bo'ladi. Qani, Nigoraxon? Ichkarida jiddiy suhbat bo'ladimi deyman? Kechirasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Haligi Fayoz akam xonalardamila? Kirsam bo'ladimi? Yo'q, xonalarida odam bor edi. Tez chiqarmikan? Kim bor o'zi? Haligi Men bir rolga kirib chiqsam bo'ldi. Jiddiy qabul bo'lmayotgandir. Fayoz aka hech kim kirmay tursin degdilar. Tushunarli. Siz xonani oldi kutib turing, chiqishi bilan kiraverasiz. Xo'p, Xo'p. shaq qila qolaman. Rahmat. oling. Qahva bilan shirinlik zo'r ketsa kerak. Bilmadim, sinab ko'ring-chi. O'zi, mendan xafa emasmisiz? Ha, yo'q. Bu qanaqasi? Ha, yo'q. Bittada. Yo'q, xafa emasman. Buni qanaqa biydi? Ha? Keling, yedirib qo'yaman. Aha. Qani? Qa- Yaxshimi? Yoqdimi? Zo'r ekan. Yaxshi ekan. Voy, Tushunmadim. Durdona. Durdona, Bu nima ahvol? Durdona. Sen hali meni erim bilan
Yo'q. Uyatsiz. Sen Durdona, sen Yuzsizlar. Sharmanda. Durdon to'xta. Durdona, to'xtasangchi. Shu yetmay turuvdi o'zi. Durdona, to'xtagin. Nima deysiz? Sen noto'g'ri tushunding. O'zingiz oqlaysizmi? Nimaga o'zim oqlashim kerak? Men ayb ish qilganim yo'q. Yo'q-e. Begona ayol bilan xonangizda bir-biringlarga nimadirlar yedirib, yomon ish qilmadingizmi? Ovqatda siz taklif qildingizmi? Yo'q, unaqa emas. Unda stoldagi nima edi? Shirinlik. Nigora uydan pishirib kelgan ekan. Ana bo'lmasa, qoyil. Hali dugonam sizga atab shirinlik ham pishirib kelyaptimi? Qoyil, lekin bu holat uyatmasmi? Aytingchi qani? Sen shunchaki noto'g'ri tushunding. Nimasini noto'g'ri tushundim? Gapiring, nimasini noto'g'ri tushundim? Ha, aytgancha. U megajin ajrashgan. Boshida eri yo'q. Shundan foydalanyapsiz. Essiz. Men o'zim sizga yalinib uni ishga oldiribman-a? Ahmoqman. Durdona, ertalab shunchaki asab buzarlik bo'ldi. Shunga Nima shunga? Xonangizga yolg'iz kirib ketib, boshqalar bezovta qilmasin deb, ha? Qahva ichib o'tiribsizlarmi? Shunaqami? Odamgacha ozgina betam kerak. Tashqaridan o'zingizlarga bir qaranglar. Kim deb o'ylashadi sizlarni? menga qara, pashshadan fil yasama. Oramizda hech nima yo'q. Bunga kim ishonadi? Masalan, men ishonmayman. Eshikning tagidan nechta odam o'tadi? Ichkaridan shunday ovozinglar eshitilib turibdi. Uyat emasmi? Sizni obro'yingizga shu to'g'ri keladimi? Yo'q, siz shoshmay turing. Ertalab menga vaqtingiz yo'qdi-ku. Erdan ajrashib, boshi ochiq o'tirgan dugonamga vaqtingiz bor-a? Sharmanda, uyat sizga. Durdona. Fayoz aka. Durdona noto'g'ri tushunib qoldi. Shunaqa. Meni kechiring. Bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim. Ikkalamizda ham kutilmagan vaziyat bo'lib qoldi. Kechirim so'rashning hojati yo'q. Durdona yaqin dugonam. Shunga vaziyatni noto'g'ri tushungani yomon bo'ldi. Endi o'zi bilan yuzma-yuz gaplashib olishim kerak. Hozir siz chiqib ketganingizga ortingizdan chiqmagandim. Hozir fursat emas. Men o'zim u bilan yaxshilab gaplashaman. Durdonani ko'ngli keng. Menimcha vaziyatni to'g'ri tushunadi. Bo'ldi, o'ylamang. Men o'zim hal qilaman dedim-ku. Ishimiz ko'p. Topshiriqlarni bajaraylik. Fayoz aka, men kurashga chiqqanman. Hali meniki bo'lasiz. Hozir. Durdona, yaxshimisan? Nega kelding? Haligi sen boya vaziyatni noto'g'ri tushunding. Erim uchun ataylab shirinlik tayyorlabsan, qahva damlabsan. O'zing yedirib ham qo'yayotganding. Yo'q, Bunchalik ayyor tulkiligini bilmagandim. yo'q. Durdona, ertalab Fayoz akani o'zlari asabi buzilib keldilar. Shunga sal ko'ngillari yozilsin degandim, xolos.
Senga nima asabi buzilsa, a? Sen bilan ko'ngil yozish kerak men derim. Hozir eringni mendan rashk qilyapsanmi? Voy. Ha? Nima bo'pti rashk qilsam? U farzandim otasi. Oilamning ustuni. Meni bir umr ishongan insonim, suyangan tog'im. Tushunyapsanmi shuni? Sen-ku suyangan tog'ingni qulatib bo'lding. Lekin bilib qo'y, menikiga yaqinlashma. Menga qara. Men hozir qanaqa shokda o'tirganimni bilasanmi? Uyda yosh bolamdan bekinib yig'lab o'tiribman. Durdona, biz ering bilan shunchaki hamkasbmiz. Sen Menga qara. Senichi men erimga yalinib ishga oldirtirdim. Og'ir kuningda yoningda turib yordam qildim. Bilib qo'y. Agar meni yuzimga oyoq bossang, xor bo'lasan. Seni deb agar oilam buzilib ketsa, ichkarida o'tirgan yosh bolamman. Qornimdagi bolammi? U ola tutsin. Xudodan qo'rqin. nega bunday qilding Nigora? Nega bunchalar tubanlashib ketding? Nima uchun o'z oilangni buzgani yetmagandek birovni ham oilasini buzmoqchisan? Nega? Bilib qo'y. Agar meni yuzimga oyoq bossang, xor bo'lasan. Seni deb agar oilam buzilib ketsa, ichkarida o'tirgan yosh bolammi? Qornimdagi bolammi? U ola tutsin. Xudodan qo'rqin. Durdona to'g'ri gapirdi. Xudodan qo'rqin Nigora. Vijdoningni uyg'ot. Bugun xotinimning oldida vaziyat qurboni bo'ldim. U hammasini noto'g'ri tushundi. To'g'ri-da, o'zim ham uni o'rnida bo'lganimda shunday tushungan bo'lardim. Lekin nima bo'lmasin, xotinimning ko'nglini olishim kerak. U farzandimning onasi, oilamning bekasi. U meni kechiradi. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tir. Turma. Qorningiz ham ochib ketgandir. Ovqatlanib olasizmi? Yo'q. Qornim to'q. Nimaga bu yerda uxlab qolding? Ichkariga kirib uxlamaysanmi? Sizni kutib. Gulimga ham qaramading. Singan ko'ngilga gul kerakmikan? Durdona. Meni kechir. Gaplaringni o'ylab ko'rdim. To'g'risi, vaziyat qurboni bo'ldik. Tushun meni, iltimos. Sen meni tushunmasang, kim tushunadi axir?
ko'zlaringga tik qarashim uchun ham meni tushunishing kerak. Men oldingizga yana ota bo'lasiz deb aytishga borgandim. Rostdanmi? Durdona, oilam bu meni baxtim. Ishon. Men sizlarga hech qachon xiyonat qilmaganman va bundan keyin ham shunaqa bo'ladi. Ishonasan-a? Ha, ishonaman. Rahmat. Haliga nima deb o'ylaysan? Ikkinchimiz qiz bo'larmikin, o'g'il bo'larmikin? Bilmasam, Allohning bergani bo'ladi. Agar bilganimda kattaroq gul olgan bo'lar ekanman. Yo'q. Asosiysi e'tibor. Seni yaxshi ko'raman.